وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun hadis ko'rsatmalar darsimizning 79-darsini o'qiymiz. Darsimizning mavzusi insonning jannat va do'zaxdagi o'rni degan haqda bo'ldi. Biz bu darsimizda bugun Peygamber Aleyhisselam'ın 3 tane hadisini kurab bütümüz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. En Ebi Hureyre قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Cennetke kirgen adamga cennetke kirganda texmi xushal bo'lishi uchun agar dunyoda yomon ishlarni qilgan bo'lsa kiradigan jahannamdagi o'rni u odamga ko'rsatiladi. Jahannamga kirgan odamga jahannamga kirganda texmi hasrat chekishi uchun agar dunyoda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsa kiradigan jannatga o'rni u odamga ko'rsatiladi. Ya'ni oxiratda jannat ahli texmi xushal qilinadi, jahannam ahli texmi hasrat chektiriladi. Yana bir hadisimiz Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıp Abdullah ibn Mas'ud mundaq degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi: Cennet sizlarning biringlarga uning oyog'ining bug'uchidan yaqinroq. Do'zax mana shundoq sizlarning biringlarga o'zining oyog'ining bug'uchidan yaqinroq dedi. Endi Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'ның mana bu hadisini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam dedi ki cennet sizlarning biringlarga o adam Rabbiga itoat qilsa, Rabbiga bo'ysunsa, Allah subhanahu va taoloning ta'limotlarini joriy ijro qilsa, islom taqozosi bo'yicha yashagan bo'lsa, jannat u odamga oyog'ining bug'uchidan yaqinroq. Yani cennetga kirishi oson. Jahannammu agar Rabbiga osiylik qilsa, Rabbiga bo'yintovlik qilsa, Rabbining buyrug'ini ijro qilgan bo'lsa, oyog'ining bug'uchidan yaqinroq degan. Endi Rabbiga itoat qilgan odamning shuni ko'rdikki biz endi Rabbiga itoat qilgan kishining jannatga kirishi intayin oson ekanligini. Shundaqla Rabbiga osiylik qilgan kishining jahannam kirishi oson ekanligini bu isdan ko'rdik. Chunki itoatlar, bo'ysunishlar jannatga ilib boradi, ma'siyat bo'lsa jahannamga ilib boradi. Jannatga ilib boradigan itoatlar, do'zaxga yaqinlashtiradigan, do'zaxga ilib boradigan ma'siyatlar ba'zida oddiy ishlarda bo'ladi. Lekin mu'min Allah ining orqali mu'minga rahmat qiladigan yaxshilik va Allohning g'azabiga uchraydigan yomonlikni mu'min bilmaydi. Ya'ni inson yaxshiliklarni qiladi, lekin qaysi yaxshilik bilan haqiqiy Allohning bir rahmatiga erishganligini bilmaydi. İnson nurg'un kamchiliklarni o'tkazadi, lekin qaysi kamchiligi bilan Allohning g'azabiga uchrab qolganligini bilmaydi. Shunlashqa musulmon mu'min degan har qanday bir yaxshilikqa sal qaramaslik kerak.
kichikkina yaxshilik bo'lsa-mu, bu yaxshilik kichik yaxshilik ekan. Men degan cho'ng yaxshi ishlarni, cho'ng ishlarni qilgan odamdim. Men yaxshilikning odat yaxshiliklarni qilmay, yuqori yaxshiliklarni qilgan odamdim demasdan, yuqori nima qilish kerak? Eng kichik yaxshiliklarni, kichikkina bir yaxshi amallarni sal qaramaslik kerak. Balkim shu biz sanagan kichikkina yaxshilik, eng oddiy bo'lgan bir yaxshilik Allohning rahmatiga erishishga sabab bo'lishi mumkin. Ve şundaqla mümin her qandaq bir yamanlıqdan yiroq turish kerak. Kichik yamanlıqlar bo'lsa-mu, oddiygina bir yamanlıqlar bo'lsa-mu, bu degan odatdagi bir eskilik bu, odatdagi bir nachar ish bu demasdan bu yamanlıqlardan yiroq turish lozim. Ya'ni gunoh ma'siyatni kichik sanamaslik lozim. Chunki ba'zi shu biz sanagan kichik gunoh ma'siyatda Allohning g'azabi bo'lib qolishi mumkin. Allohning g'azabi şu yamanlık sebepli, şu kılgan hatalarımızdan bizge düşüşü mümkün. Bilal ibn Haris'ten rivayet kılınan bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in deydi. Bir adam, bir Allah razı bulduğun bir gepini kılıdı. O adam o gepinin nuqası derecelerine yetdiğanlığını, nelerine yetip bardığanlığını bilmeydi. Allah o adam şu bir zıgız sözünün beraberine kıyamet gücü devamlı öz razılıkını yazıp durdu. Bir adam Allah gazap kılıdığın bir kız gepini duydu. O adam o bir kız gepinin qanchalik günah derecesi yetdiğanlığını, ne kadar cinayetlerin butqanlığını oylamaydı deydi. Allah bununla şu bir kız gepi qarıta kıyamet günüce onun gazabını yazıdığan şundan gepler bulundu. Şuna insan her qandaq bir razılık, Allah razı bulduğun her qandaq sözlerini, işlerini çoğun qilish kerak, onu adli sanamaslik kerak. Hem şunun bilan birge Allah gazap qiladigan sözlerini qilishdan saqlanish kerak, onu adli sanamasdan her qandaq yomon ishlardan yiroq turish lozim. Hammamiz bilamiz, biz şu anlap kilovatimiz nurg'un sorularda ustazlarımız sözleydi. Nurg'un şu misallar var bu haqda. Oddiy bir ishlar orqali bir odamning jannat ahli bo'lganligi, oddiy bir ishlar sababli do'zax ahli ham bo'lganligi to'g'risida nurg'un hadislar, misallar var. Şu hadislarning qatoridan biz ikki hadisni ko'rsak, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir tane zinaxor, yani zina bilen şug'ullangan bir ayol bu günahı mağfiret kılındı. Yani Allah subhanahu ve taala bir zina bilen şug'ullangan, aşkarı fucur cinayetler bilen şug'ullangan bir ayolni Allah onun günahını mağfiret kıldı. Sebebi nima? Nima sebepten bu ayolning günahı aşınak zina bilen şug'ullangan adamning cehennemge layık adam bulduğunu hemmimiz bilimiz. Nima sebepten ise çünkü bu ayol bir ussuzluktan tillerini çıkarıp, ussuzluktan ölep qalay deb quduq beşini aylanayotgan bir itning qashini ütep, bu ayol şu itning üylep ketkili qopqanlığını ussuzluktan kürep, ayığını silip, ayığını yağlıqını çigip, quduqqa taşlap, quduqdan su tatip elip, itini soğuk koygan. Allah subhanahu taala mana bu ayolning bu cinayetini muşu işi bilen mağfiret kılgan. Yeni o ayol şu itqi bo'lgan mehribonligi jihatidan şu günahını Allah subhanahu taala kechirgan deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bizga deb bergan. Bu hadisni İmam Buxoriy ve İmam Müslimlar rivayet kılgan. Yeni bir hadis var. Hem de bayan hadis bir iş sug'urib yosh meselesi. Lekin ağır bir do'zaxga layık bo'lgan bir odamning jinoyatini kechirilganligi, yine Allah'ın mağfiretiga bir ishni sug'urib yosh bilan erishganligi, oddiy bir amal, o ishni sug'urib yosh oddiy bir ish bo'lsa-mu, lekin mushuni bilan bir gunohining kechirilganligi vaqaligini Rasululloh deb berdi. Yeni bir hadis var, hammamiz bilamiz. Bu hadisin kürebetüyle en Abdullah ibn Ömer en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال
uzzibat imra'atun fi hurratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amaha ve la saqatha iz habasatha ve la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deydi ki bir ayal bir muşkning cihatidan azob qilindi. Muşkning cihatidan jinoyatchi bo'lib azobga giriftor bo'ldi. Bu qandaq masala deganda bu ayal bir mushukni sulab qo'ydi. Sajanat uni sulab qo'ydi, oxiri u mushuk o'lib ketdi. Shunga u ayal mushukning sababi bilan do'zaxga kirdi. U ayal mushukka sulab qo'ygan mushukni yemak bermidi, uni sug'amidi. Uni sulab qo'ygan vaqtida ya yemak bermidi, ya sug'amidi. U ayal o mushukni zimindagi bir hasharotlardan zimindagi mushundaq o'ziga mushuk yutgan narsalarni yeyish uchun ham uni qo'yamidi. Mushuk jihatdan mana bu ayal azobga loyiq bo'ldi, azoblandi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisni bizga deb bergan. Endi bu bir tal mushukning o'lib ketishi bizning sababimiz bilan bir mushukning o'lib ketishini biz cho'ng sanab ketmasligimiz mumkin. Ba'zi insonlarning sababi bilan nurg'un insonlar o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlarning sababi bilan, ba'zilarning sababi bilan nurg'un qo'y kalalar o'lgan bo'lishi mumkin. Nurg'un insonlarga foydali bo'lgan katta hayvonlar o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo bir tal mushukning o'lib ketishi xuddi bir mashina besib o'lib ketsa o'lib ketadigan, har xil usullar bilan o'lib ketadigan bir mushukning o'lib ketishiga sabab bo'lgan bir ayolning mana bu azoblanganligi, qiyomat kuni bu jazoga tortilinganligi, bu azobga loyiq bo'lgan azoblangan bir ayolning vaqaligini payg'ambar alayhisalom bizga deb berdi. Demak, buningdan ko'rildi har qanday shariatda cheklanadigan ishni oddiy sanamasligimiz, kichik sanamasligimizning lozim ekanligini ko'ra olamiz. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom bunday deydi: "An Abi Hurayra qala qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ma ra'aytu misla an-nar nama haribuha va la misla al-jannati nama talibuha." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi, payg'ambar alayhisalom dediki, men mush do'zaxning bu o'xshash bir ishni ko'rdim. Ya'ni qattiqlik azobi intayin qattiq bo'lgan, jazosi intayin qattiq bo'lgan, qo'rqinishi intayin qattiq bo'lgan, uningdan qochquchi, uningdan qutulish harakatlarini qilmasdan uxlayotgan jannat va do'zaxning o'xshashini ko'rib qoldi. Va men deydi Rasululloh jannatning o'xshashini ko'rdim, jannatning ahvoliga o'xshayotgan bir ahvolni ko'rdim. Xuddi jahannamning ahvoliga o'xshayotgan bir ahvolni ko'rmaganimdek, jannatning ahvoliga o'xshaydigan. Uning ichidagi nozu ne'matlar, noydi katta nozu ne'matlar bo'lgan. Uningda rohat farog'at noydi yuqori bo'lgan, lekin uni talab qilguvchi, uni kirishni orzu qilguvchi, uni erishish harakatlarini qilmasdan uxlayotgan, buna jannat ahvoliga o'xshayotgan bir ahvolni ko'rib qolmadim men deb payg'ambar alayhisalom shunday. Endi hadisda payg'ambar alayhisalom oxiratdan qo'rqmayotgan kishidan taajjublanib deyaptiki, men do'zaxning ishiga o'xshash bir ishni ko'rdim. Endi do'zaxning ishiga o'xshash, u do'zaxdan qo'rqadigan kishilar, u do'zaxning azobidan qo'rqadigan, lekin shuning bilan turib u do'zaxdan qochquchi, u do'zaxdan qo'rqquchi, u do'zaxdan saqlanishni maqsad qiluvchilar yana kechish harakati bilan shug'ullanmayotgan. Taat amallar orqali, ma'siyatdan yiroq turishlar orqali u do'zaxdan kechish bilan shug'ullanmayotgan mushundaq bir do'zaxning ishiga o'xshatgan bir ishni ko'rib qoldim men deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday degan. Endi bu do'zaxning azobi intayin qattiq, lekin do'zaxdan qochquchi uxlayotdi deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunga bu jahannam azobidan qochquchi bu barliq jinoyatlardan qochish kerak.
Dozaqning azobidan kechish ne bilan bo'ldi desa, barliq jinoyatlardan kechish bilan. U barliq jinoyatlarni tark etish bilan bo'ldi. Bundaq dozaqdan qochquchi bu uxlamaslik lozim. Dozaqdan kechish jarayonida qattiq tirishchanlik qilish lozim. Endi bu dozaqdan kechish ne bilan hosil bo'ladi? Biz o'tganimizdek taatlarga chin esilish bilan, ma'siyatlardan yiroq turish bilan hosil bo'ladi. Yine Peygamber İslam deydi ki: "Ve ma ra'aytu mislal cennet nam talibuha." Bu cennetning ahvoliga o'xshaydigan bir ahvol yo'q. Cennetning ahvoliga o'xshaydigan, o cennetga nurg'un kishilar qiziqadigan, o cennetga kirguchi intayin kirishni qiziqadigan, o cennetga erishishga rag'bat qiladigan, ashuni bilan turib, o cennetga kirishni orzu qiladigan shu kishi uxlaydigan, cennetga kiradigan amallar bilan shug'ullanmaydigan, ma'siyatlarni yiroq turmaydigan, bu cennetning ahvoliga o'xshaydigan bir ishni ko'rdim. Şunlaşqa bu cennetni kirishni qiziqadigan, cennet kirishga rismen bo'lgan bu odam o'zining cennetga bo'lgan rismenligini bayon qilib beradigan, uqtirib beradigan amallari bilan taatlarni ziyoda qilmayotdi deb Peygamber İslam shunday deydi. Shunga qandaq bir odam Allah subhanahu wa ta'ala cennette tayyorlagan mukafotlarni bilgan, şu cennetga kirguchiga cennette tayyorlagan mukofot, noz, ne'mat, rohatlarni bilgan kishi cennetni talab qilish amalini din susishib qolmaydi. Uningga uyqu ham kelmaydi. U odam şu cennetga erish uchun barliq tirishchanliklarni ish qiladi. Ya'ni buyruqlarni ijro qilishda, cheklamalardan yiroq turishda barliq tirishchanliklarni ish qiladi. Bu odamga uxlash loyiq bo'lmaydi. Uni talab qilishdan, jannatni talab qilishdan g'ofil bo'lish loyiq bo'lmaydi. Jannatga kelib borgan amallarni qilish lozim bo'ladi. Chunki Allah subhanahu va taolo bu cennetga erishish, dozaqdan qutulish quruq gap bilan bo'lmaydiganligi, og'zini dab quyosh bilan hal bo'lmaydiganligi haqida Allah subhanahu va taolo aytadi. Estağfirullah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Leysa bi amaniyukum ve la amani ahli kitab. Allah subhanahu va taolo deydi ki: ey Müslümanlar, cennetten ibaret bu katı nimet sizlarning ve ahli kitaptan bo'lgan Yahudlar bilan Hristiyanlarning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. U faqatlam Allohga bo'lgan chin iymon, cho'nqur ixlos, Allah rozi bo'ladigan shaklda qilingan yaxshi amallar bilan bu cennet qo'lga keladi deb payg'ambar Allah subhanahu va taolo Sur Nisoning 123-oyatida ishlatdi. Endi bu cennetten qutulish meselesi, nima? Cennetga erishish meselesi, dozaqdan qutulish meselesi bu iman meselesi. Ama bu iman meselesi bu quruq orzu bilan bo'lmaydi. Hasan al-Basri rahimahullah'dan rivayet qilingan bir asarda Hasan al-Basri deydi ki: "Leysal iman bit-temenni." İman meselesi bu quruq arzu bilan, temenni qilish bilan, orzu qilish bilan vujudga chiqqan mesele emas bu. Şairlarning emiri hisoblanadigan Ahmad Shawqi deydi ki: "Ve ma neylul metalib bit-temenni." Şu şiirda talablarga, maqsadlarga erishish, ya'ni cennetga erishish, dozaqdan qutulishdan iborat, cennetni qo'lga keltirishdan iborat. Bu maqsadga erishish temenni bilan bo'lmaydi. Nishon, hadaflarga yetish bu temenni bilan bo'lmaydi. Amaliy ish, harakat bilan bo'ladi. İmam Şafii rahimahullah bu haqda bunday shirk. Bi qadaril kaddi tuktasabul maali ve men talabal ula saharal layali
Ve men râmel ulâ min gayri keddin edâ'al ömre fi telebil mehâli. Yani fi telebil muhâli. İmam Şafii deydi ki âli yüksek maksatlar tartkan japanın tirişçanlık miqdarı qo'lga keltiradi. Qanchalik tirishchanlik ko'rsatgan tirishchanligingiz barobarga oliy maqsadlar qo'lga keltiradi. Ve men talabal ula saharal layali. Yükseklikni talab qilgan odam, oliy maqomni talab qilgan odam, yuqori natijalarni talab qilgan kishi kechalarda uxlamaydi. Kechalarda şu oliy maqsad uchun, yüksek g'oyalar uchun harakat qiladi. Ve men râmel ula min gayri keddin. Japa tatmasdan yuqori maqsadga erishishni maqsad qilgan kishi, yani ishlamay, hech qanday japa tatmay rahat ko'rsam butu degan odamda, xuddi japa tatmasdan oliy maqomlarga erishsam butu, yuqori darajalarga erishsam butu, amal qilmasdan, Allah buyurgan amallarni qilmasdan jannat erishsam butu, Allah cho'zgan ishdan yonmasdan do'zaxdan yiroq qutulsam butu degan kishi ada'al ömre fi talabil muhal. Bu özünün ömrünü, hayatını muhal işini talep kılışta zaya kılgan adamdır. Demek bu ahiretinin neticelerine erişiş, do'zaxdan qutuluş, cehennemden qutuluş, cennetke erişiş, Allah'ın razılıkına erişiş emellerle bulmalı. Kuruk arzulan bulmaydı Allah. Allah'ın rahmetine erişiş, Allah'ın gazabından saqlanish uchun har qanday kichik amallarni sal qaramasligimiz lozim ekanligini bu hadislardan ko'rib o'tdik. Ama darsimizdan xulosalaydigan bo'lsa, oxiratda jannat ahli texmi xushal qilinadi, cehennem ahli texmi hasrat chektiriladi. İkincisi, amallarga sal qaramaslik degan mazmun chiqadi. Bu darsimizda birincisi cennet ehli cennette texmi xushal qilinsa, cehennem ehli texmi hasrat chektiriladi. İkincisi amallarga sal qaramaslik. Yaxshi amallarni qilishda bo'shanlik qilmasligimiz. Kichik bo'lsin sal qaramasligimiz lozimligi. Ammo yomon amallarni uni kichik sanamasdan cho'qim undan yiroq turishimiz lozimligini ko'ramiz. Üçüncüsü cennetga erishish, cehennemden saqlanish quruq arzu bilan bo'lmaydiganligini bugungi darsimizda ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo bizni bir yaxshi amallarga muyassar qilsin, yomon amallardan yiroq qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.